Musul Hacı Muhiti. Musul Hacı Muhiti 1877 yılı yazda Turpan Astani bazarida tug'ilgan. Bu mezgil Bedavlat Yaqub Bekning tuyuqsiz qazo qilib ketishi bilan tangla Tarim vodisidagi bir butun Qashqariya davlat armiyasi uchga bo'linib urushib, dushmanga fursat bergan ichinishlik chog'lar edi. Musul Hacıning otasi tunji o'g'li Musul Hacıdan ko'p umidlarni kutgan va uningga Uyg'ur xalqini asoratdan qutqizish vazifasini yuklagan edi. Musul Hacı kichik chig'idan boshlabla o'qish, kishilik munosabat va tijoratga mahir bola bo'lib o'sgan. Keyincha u chet ellarda savdo qilish jarayonida ko'zi ochilib, jahondagi yangiliklarni Turpanga elib kelgan. Alayliq u tunji qitim Turpanga Char Rossiyadan ilg'or mashina va texnika uskunalarini kirgizib, Turpanda tunji qitim zamonaviy paxta zavodi qurgan edi. Musul Hacı 1917 yılı 30 yaşında Char Rossiya tavasidagi ciddi o'zgarishlardan bo'libmi yo'qolmas imperiya deb nom olgan Char Rossiya imperiyasining bir kechida g'ulab tushib, halok bo'lganligidan ilhomlanib, vatani va xalqini Xitoy ishg'oliyatidan qutqizishga bo'lgan ishonchi kuchaygan. Musul Hacı oldi bilan xalqni ma'rif bilan o'yg'atmay turib, asoratdan qutqizg'ili bo'lmaydiganligini, oqartish uchun pul bo'lmasa bo'lmaydiganligini his qilgan. Shonashqa u oldi bilan tijoratini texmo kengaytib, bir tarafdan Turpan Astanida zavod qursa, yana bir tarafdan Qizil Rossiyadan taraf-tarafga qochgan ziyoli tatarlarni Turpanga boshlab kelib, Turpanda yangicha ma'rif harakatini qo'zg'agan. Musul Hacı Muhiti, Maqsud Muhiti, Mahmud Muhiti va Gusul Muhiti qatorliq 4 akufka Turpan Astanilik taraqqiyparvar boylar, siyosatchilar va ma'rifchilardan bo'lib, Musul Hacı Muhiti hammaylarning aksi edi. Shu yillarda Musul Hacı Muhiti Turpanda Char Rossiyadan ilg'or mashina uskuna va texniklarni kirgizib, tunji qitim Turpanda paxta zavodi qurgan va Char Rossiya savdogarlari bilan raqobatlashib savdo qilayotgan ozg'ini Uyg'ur boylardan biri edi. Mahmud Muhitining aksi Musul Hacı Muhitining boshchiligida 1912 yili tunji qitimda Tataristonning markazi Qozondan Haydar Sayrani ismli bir tatar o'qituvchini taklif qilib, Turpan Astanida o'z xarajatlari bilan yangicha fanniy maktab ochgan. 1917 yilga kelganda ma'rifni texmo kengaytish uchun Muhibibul Apandi, Gulandam Abistay qatorliq 6 nafar tatar o'qituvchini Qozondan taklif qilib, Turpan, Go'chung va Cho'chaklarda o'z xarajatlari bilan Maqsudiya nomida maktab ochib, Uyg'ur ma'rifiga tuhfalarni qo'shgan. Miladiya 1931 yili Atiyazda Qumul inqilobi boshlangandan keyin Qo'jiniyaz hojilar kuchlik dushmanga tang turolmay, uda qattiq chiqim tortib, ro'yi tushib ketganda, Musul Hacı Muhiti inisi Mahmud Muhitini boshlab, Turpan bilan Qumul orasidagi cho'llikni kesib o'tib, Qumul azimatlarining yolg'iz emasligini his qildirib, amaliy madad berish orqali ularning ruhini kuchaytgan. Natijada Qumul inqilobchilari 1932 yilning oxirigacha bardoshlik bergan. Maqsud Muhiti Rossiyadan qaytib kelgan hamon qisqa mezgil tayyorlik qilish orqali 1932 yili 12 oyda Turpan xalqini qo'zg'ab qolmay, yana texi milliy inqilob yolqinini Tarim vodisiga kengaytgan. Bu arada Musul Hacı va Xo'janiyaz hojilarni qattiq hasrat qo'ygan bir fojia yuz bergan. Ya'ni 1933 yili 8 mart kuni Maqsud Muhiti Jallod Shinsay bilan bo'lgan shiddatlik urushda
Lükchünde qazo qilgan. 13 mart kuni Lükchünde qattiq dakkisini yegan Shingsay Turpanda cho'ng qatliam yurgizib, Abduxoliq Uyg'ur qatorliq sarkilarni shahid qilgandan keyin Urumchiga qochib ketgan. Shu yili 12 noyabr Qashqar shahrida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgandan keyin Stalin hukumati bu davlatni o'ziga xavflik deb qarab, ishki Xitoydan qochib chiqqan Tungan banditlarining qo'li orqali Uyg'ur davlatini yiqitib, uning o'rniga Shingsayning qo'rchoq hokimiyatini tiklab chiqqan. Garchi Qashqar va Qumul viloyati milliy inqilobchilarga vaqtliq bo'lib berilgan bo'lsa-mu, biroq Stalin va Shingsay ularni yo'qotish uchun tinimsiz holda oshkora yo'shirin suiqasdlarni ishlatmoqda edi. 1936-yili 12-maydagi Shabtul Damollamning o'limidan keyin Stalin va Shingsayning jasuslari Qashqardagi terrorlik faoliyatlarini texmi kuchaytgan va doirasini biroqli kengaytgan edi. Shingsayning vosita tanlamay o'zini suiqasd bilan ko'zdan yo'qotish g'arizini sagaklik bilan bilib turayotgan general Mahmud Muhiti Shabtul Damolla voqeasidan keyin o'zining eng sodiq odamlarining dushmanga setilib ketganligidan xabardor bo'lgandan keyin to'liq qiyin ahvolda qolgan. Musul Hoji inisi Mahmud Muhitini boshdan oxiri tavranmay qo'llab, Shingsayning suiqasdlariga qarshi kurash qilib, inqilob mevasini qo'g'dashga tirishgan. Sharqda Yaponlarning Xitoy va Sovetga tishini bilishi, G'arbda Gitlerning butun Yevropaga vahima selishi tufaylidan Xitoy Sovetlar o'tirsidagi maxfiy ishki kelishimlar orqasida Stalinning Qashqardagi jasuslari quturib ketgan. Mahmud Muhiti siyosiy vaziyatning keskinligidan Qashqarda turish imkoniyati qolmaganligini bilgandan keyin 1937-yili 4-oyning 2-kuni cho'ng aksi Musul Hoji bilan birga safarga otlangan va ozg'ini bir qism ishonchlik odamlari bilan Kashmirga omon eson yetib borgan. 1938-yili Kashmir orqali Hindistonga borgan. Bu yerda bir mezgil turgandan keyin haj tavob qilish uchun Makkaga borgan. Makkadan qaytib kelishi bilanla Hindistonda inglizlar tarafidan qo'lga ilinib 27 kun turmaga qamalgan. Mahmud Muhiti hajga berishdan ilgari Hindistonda yuz bergan hindilarning inglizlarga qarshi namoyishiga qatnashib, hindilarga namoyishda qo'linglarga kaltak ilib namoyish qilinglar degan so'zi orqali ta'sir qilgan va bu so'z inglizlarning quliqiga yetib qolgan. Shu sababdan hajdan qaytib kelish bilan tangla qo'lga ilinib, keyin 3 kun ichida chegaradan chiqib ketish buyrug'i bilan Hindistonda tura olmay, Kalkuttadagi Yaponiya savdo paraxotiga o'ltirib Shanxayga kelgan. Shanxayda 3 kun turib, u yerdan keyin Yaponiyaga yetib borgan. Musul Muhiti inisi bilan Tokioga kelib, Sharqiy Turkiston istiqlol uyushmasini qurgan. Bu uyushmaning raisi Mahmud Muhiti bo'lgan. Xotan amiri Muhammad Ibn Bug'ra, ya'ni Hazratim Jiroq Afg'onistonda bo'lsa-mu, ko'pchilik uni muavin raislikka saylagan va bu uyushmaning xarajatini iyona to'plash orqali hal qilmoqchi bo'lgan. Shuningdan buyon Musul Hoji Muhiti Yaponiyada qolib qolgan. Yaponiyadagi qolgan ishlarni Musul Hoji o'zi davomlashtirib, toki 1941-yili 8-oyning 19-kuni Tokioda vafot bo'lganga qadar davomlashtirgan. Keyincha Mahmud Muhiti Beijingga qaytib kelgan hamda 1944-yili kuzda hozirgi Beijingda sirliq holda vafot bo'lgan. Shunda qilib sobiq Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining muavin ministri Mahmud Muhitining aksi marhum Musul Hoji Muhiti 1941-yili 8-oyning 19-kuni Tokioda vafot bo'lib, Tokiodagi musulmonlar maziriga, ya'ni 1923-yili insho qilgan Tama qabristonligiga dafn qilingan.